Botoks uzoqroq turishi uchun sink 2 hafta oldin sink ichiladi. Protsedura botoksi eng ko'p qilinadigan protsedura botoks manda. Qizlar, hammaga ham full face qilinmaydi, chunki hammada ham bu platizmalar aktivniy bo'lmaydi. Mana ko'ryapsizlar, tekis mышцалар ko'rinmaydi. Amalnikini qarang. Mana shu platizmalar pastga tortadi. Shuning uchun bu qizimizga qimimizni full face faqat tepa qismini verniy tret qilamiz. Men har doim bitta perchatka bilan ishlayman. Bunisida yuzga tegmayman. Qo'shinni yaxshilab chiqara olish uchun. Perchatka mishать qiladi menga. Botoksni tez tushirib yuboradigan narsalar bu sauna, vitamin B kompleks, aktivniy sport bilan shug'ullanadiganlar, batlar, ularning o'zini sxemasi bor, ichadigan, ichib yuradigan sportivniy pitaniyalari bor. Ular ham tez tushiradi. Organizmda sink moddasi kam bo'lsa ham uzoqqa yetmaydi. Botoks uzoqroq turishi uchun sink 2 hafta oldin sink ichiladi. Keyin botoks qilinadi, yana 2 hafta sink ichiladi, чтобы действияsi uzoqroqga yetishi uchun.